dabdalayni chiqib ketib bo'ldi уже. Ko'pinglarni talantinglar bor. Bolalar, qizlar. Mana shu окружение, mana shu atrofinglardagi odamlar sababli ko'p ishlarni qila olmaysizlar. Mana shular sababli samatsenga o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketaveradi. Ishoninglar. Ishoninglar, nafaqatki tajribamdan kelib chiqib aytayapman. Minglab, 2010 minglab odamlarni analiz qilib xulosaga keldimki, nechta tadqiqotlarni o'qib, juda ko'p insonlarni kuzatib, analiz qilib, mana shu atrofdagi odamlar sizni kimligingizni, sizni kelajagingizni kim bo'lishi aniqlaydi, aniqlab beradi. Sani kimligingni aytaman, o'rtog'ingni ko'rib deydi-yu. Xuddi shunaqa. Chunki sizga aytayotgan har bitta gapi qog'ozni ichiga shunaqa gaplarni o'raydi, yuraklaringizga tirsillatib deyadi. Inson sizga nima muhim? Oilangiz, maqsadlaringiz, rivojlanishingiz, uspешный bo'lishingiz, imperiya qilishingiz, kelajagi farzandlaringizga bu narsalarni berishmi? Yoki daydishmi o'rtoqlaringiz bilan?